Haydi bakalım. Xullas bugungi videomizda super qilib yashashni o'rganamiz. Uning uchun bizga kerakli kitoblar bor. 6tasini sizlar yozishingiz kerak bo'ladi. Mana qotib qolmayman. Hozir buni to'g'rilash kerak. Mana tayyor. Timesheetda qo'yamiz. Hop, qaranglar. Birinchi kitobimiz bu Unbreaking bo'ladi. Sizlar yozasizlar mana bu yoqqa. Mana joylar 4 ta bo'ladi. Bir xil nastroyka qilmagan bo'ladi. Shunaqa qilaman. Hozir nastroykani biz sizlarga ko'rsataman. Mana qaranglar do'stlar. Amtochi, makopda bo'ladi. Bir xillari sizlar nastroyka qilmagan bo'lasizlar. Shunda qandoq qilamiz? Hop, mana bu yoqqa bosasizlar. Mana bu narsaga mana lupam shu narsaga bosasizlar. Keyin mana bu yoqqa bosasizlar-da. Unbreaking bo'ladi. Uni B deb yozsangiz chiqadi. Mana 3tasi. Biz 3-chisini olamiz. Eng kuchlisi bo'ladi shu 3-chisi. Xullas, endi buni joylab olamiz. Bunga buni joylaymiz. Endi bu nima qiladi? Bu nimasi bilan kodda qilishdan farq qiladi. Hozir survivalga o'tamiz. Jonga qismatamiz. Qaranglar. Joni katta. Ovoshlarni o'ldiradi. Bitta jonim qoldi. 1.5 ta bo'ldimi? Hozir biz qaysi biri? Ulura qoladi. Amtan ura qolishini anida oltin olma. Urgan qolma o'zimizni kichkinani qilib. Hop, bu nima ko'rdinglar? Kameraman ko'rsam yashil narsalar chiqdi. Hop, bu yashil narsalar umuman yo'q bo'lib ketgandan keyin nima bo'ladi? Bu qilichimiz sinib ketadi, to'g'rimi? Sal normal tezlikda sinadi bu. Shu normal tezlikda sinishini sal tez sekinlashtirib beradi. Sekin sinadigan bo'lib qoladi qilichda Unbreakingni o'ysanglar. Aytgan do'stlar, Minecraft ruschada o'ynagan degan bo'lsanglar agar anaqa inglizcha o'tkazib olinglar, chunki bilmayman qanaqa aytilishini inglizchada. Va keyingi kitobga o'tamiz. Hop, bizda keyingisi nima? Mana mending. Bu yoqqa kirib buni qo'shamiz. Mending bitta bo'ladi. Men deb yozsangiz chiqib keladi. Mana kreativga o'tamiz va anaqa joyga bosib o'chirib tashlaymiz. Hop, men deb yozsanglar mana bitta kitob chiqib keladi. Shuni olasizlar, birlashtirasizlar, olasizlar. Keyin birlashtirilganinglardan keyin nima bo'lishini hozir ko'rsataman. Mana buni yoniga kelamiz. Bitta ursa qaranglar. Darajasini qaranglar. Joni ketyapti, mana sindi turibroq. Hozir normalni move topaylik, mana daraja tushadi, qaranglar. Urdim va sal ketdi. Darajasini oson tiklanib qoldi qilichim. Ko'rdinglarmi? Bu qanotlar uchun vashim kerakli kitob bo'ladi. Shuning uchun bu kitob vashim foydali. Qanotlar uchun shu ikkita kitob vashim kerakli hisoblanadi. Hop, keyingisiga o'tamiz bo'lmasa. Keyingisi bizda bo'ladi. Ya'ni men kirdim. Hop. Farqi yo'q. Knockback bo'la olsin, knockback bizga nima qiladi? Hop, hozir ko'rsataman. Knockback qo'yamiz va qaranglar shu joyga. Bitta ursam uchib ketdi, ko'rdinglarmi? Hozir bu qanaqa yozilganini ko'rsatishlarga mening o'chirib tashlaysizlar. Kno deb yozsanglar chiqib keladi mana. Ikkinchisini olinglar, shu ikkinchisi eng kuchlisi. Hop, shuni birlashtirasizlar, lekin nima qilishini men hozir sizlarga ko'rsataman. Katta ishlingiz bor ekan. Shuni bir ursam qarang, uchib ketdi, ko'rasizlar, lekin oddiy qilishni ursam uncha uchmaydi.
o'ldirayotgan paytdan uchirib yuboradi. Ko'rasizlarmi? Zo'r. Hop, bizda bo'lmasa keyinchisiga navbat beramiz. Yo'q. Xo'p. Keyinchisi bizda fire aspect bo'lar ekan. O anchagina kuchli bu xudo bilan. Hop. Nima deyapti? Darajamiz yetarli emas ekan. Hozir daraja idishlarni boshqa daraja idishlarni olaman. Hop. Daraja idishchalari qattiqlardi mana. Shularni o'tib, bo'ldi yetadi. Qarang. Yomg'irga nima bor edi ya? O'zirlar qo'lda tayyor. Endi qarang. Hozir bu kitobni qo'yaman. Nima deb fire aspect. Qarang. Fire aspect nima qiladi? Ko'rasizlar yondirdi. Olovli qilich desa ham bo'ladi endi. Buni olmoqchi emas, olovli qilich. Va olovli qilichim bor mana. Xullas vashing kuchli ko'rdinglar fire aspectni. Keyingi navbat beramiz. Bo'lmasa bu looting ekan. Looting nima qilinadi desak, yana darajamiz tugab qoladi. Hop. Do'stlar, keyingisini kreativda ko'rsataman. Qaranglar, lootingga qo'ydim mana. Looting turibdi. Looting qo'ymaman. Looting qo'yamiz. Ana, hop, qanday bu? Bir ursak, nima bo'lasizlar? To'xtal. Yo'q, tushmadi. Kallasini tushiradi, qisqachasi. Bashim tez. Aytgancha buni 3 ta qismi bo'ladi. 3 talasini ham yozasizlar. Anaqa yozilishini ko'rsatmaman sizlarga. Fire aspectni ham ko'rsatmaganman, shuni ko'rsataman. Fire yozasizlar, A yozsanglar mana chiqib keladi. Ikkinchini olasizlar, eng kuchlisi. Hop, looting ko'rsataman. Ikkita A yozsanglar, uchinchisi chiqadi, shuni uchinchisini olasizlar. Shu eng kuchlisi lootinglarni. Hop, hozir wizard skelet. Hop. Tushmadi. Yo, bunisidan ham tushmayapti. Hozir omad kelmayapti. Yo, qilish. Qiyin masala tushdim o'zi. Inventarga qaraylikchi, yo'q. Qancha boshiga uramanmi? Buni ko'rsatishga ikkinlar tushdimi? Tushdimi? Yo'q. Va bittadan tushsa bo'lmaydimi? Las bola tushadi. Harakat qilish kerak. Harakatda barakat. Ana yo'q, tushmadi. Tushdimi? Yo'q. Xullas bolalar, men omad kelmayapti, lekin oldin sinab ko'rganman. O'xshaydi sizlarda ham albatta. Yana bu faqat shuni qilmaydi. Misol uchun xo'p, qat'iy ular. Masalan, qani tuxum endi. Qo'y yozaylik. Shipmidi? Ship ekan. Hop, qaranglar. Ular o'sha wizard skelet tezroq kallasini tushiradi, qaranglar. Buni ursam, yonib pishib tayyor bo'ladi. Chunki fire aspect kuchi bu. Bu looting kuchi emas, looting kuchi endi chiqadi, qaranglar. Qarang, ko'proq chiqadi, ko'proq. Sal ko'paytirib beradi. 3 ta kam yo'q-ku. Shundan kam-ku. Bittadan 2 tadan
4 tasavvur qilsam 4 ta hali hech kimda bo'lmagan lutin shunaqa kitobki shunaqa ko'proq tushirib beradi moblarni dropini. Hop, yana kitoblar qoldimi? Va nima qilmana bor ekaningizlar. Hozir shuni sizlarga ko'rsatib o'taman. Oxirgisi bu juda kuchli. Qaraylik, 7 ta atak damage turibdi. Bu degani 7 ta jon oladi degani. 7 ta atak damage. Bu ham 7 ta atak damage. 7 ta jon oladi. Agar buni biza shartness qaraylik. Bu shartness 5 eng kuchlisi. Mana bu yoqqa yozasizlar. Shar deb yozsanglar, mana bunaqa 5 ta kitoblar chiqib keladi. Oxir degan olasizlar va shu bilan shuni olasizlar, birlashtirasizlar xullas anulda. Tayyor. Ko'rasizlar? 13 attack damage. Agar shuni to'rni qo'ysanglar, 12 bo'ladi. Agar shuni nazaret qilishdan shunaqa shartness qo'ysanglar, hamda 14 attack damage bo'ladi. Xullas 5 ni qo'ydilar, 5 to'rni qo'shadi. 4 ni qo'ydilar, 4 to'rni qo'shadi. 3 ni qo'ydilar, 3 to'rni. Xullas shunaqada. Hop. Bularni yo'qotamiz. Bola videomiz va sizlarga ko'rsataman qanaqa kuchli qilishligini ularni. Omaz bitta bo'lib turgan payt ko'rasizlar. Yo'q. U hayvonlarni mondan qo'shganman. Bitta ishni hayron qoldim. Xullas do'stlar. Ana qo'shdi. Effekt qo'shadi. Videomiz nihoyasiga to'xta. Video yoqmasa like bosib qo'yinglar hammaga do'stlar. Obuna bo'lishni unutmanglar.